Рабочее давление, ya'ni ishchi qon bosimi. 170 ga 100, 160 ga 90 yoki 200 ga 100 qon bosimida bo'la turib, o'zini yaxshi his qilishi, hech qanaqa diskomfort sezmasligi bu normami? Ushbu savolga javob beraman. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga binoan optimal qon bosimi 110 ga 70, 120 ga 80 bo'lishi kerak. 140 ga 90 mm ustidan yuqorisi gipertoniya kasalligiga xos. Demak, 170 ga 100 bo'la turib, o'zini yaxshi his qilyapti degani organizm vaqtincha moslashgan ushbu qon bosimiga. Lekin bu norma emas. Organizm zo'riqish bilan ishlayapti. Yurak qon tomir tizimi zo'riqish bilan ishlayapti. Albatta har bir tizimning o'ziga xos resursi bo'ladi. Ushbu resurslar tez sarflanib, tezroq asoratlarga olib kelishi mumkin. Masalan, gipertrofiya leva желудочка deyiladi, ya'ni chap qorincha gipertrofiyasi, insult, infarkt va shunga o'xshash kasalliklar. Demak, рабочее давление 140 ga 90 dan yuqori bo'ldimi, albatta chorasini ko'rib, uni optimal ravishga tushirish kerak.